atir sepib qolganmisan? Sepib oldim. O'zingiz aytgansiz-ku, sendan yomon hid keladi, yog'li hid keladi deb. Har doim o'zingga qaramasdan yurasiz deb. Ana endi o'zimga qarab chiroyli bo'lib yuraman. Ko'chaga chiqsam mendan atirning hidi kelib turadi. Tushundingizmi? Voy, kim uchun sepding atirda? Menga mehr beradigan odamlar uchun. Ana endi shunaqasini topaman. Bu uyda menga e'tibor qiladigan, atir, kiyim olib beradigan, yaxshi gapiradigan er yo'q. Homilador shu bolamni ko'tarib yuribdi, isib ketayotgandir, kiyimlari torlik qilib yurgandir deb o'ylaydigan erimni o'zi yo'q. Ko'chadan chiqib qolar mehr beradigan. To'xta. Men kimman? Kim aytsang yering yo'q deb. Men o'lganim yo'q. Endi men uchun atir sepasan. Men uchun shunday eson qilasan, tushundingmi? Nechta ko'ynak kerak senga? Nechta atir?